Nima uchun aynan shu bitta atirni men sepsam boshqacha taraladi, siz sepsiz yana boshqacha taraladi. Bir kuni do'konimizga bitta mijozimiz kelib, atirni hidlab ko'rib, yoqtirib olib ketdilar. Xursand bo'ldilar. Lekin oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana qaytib keldilar. Qarasam, kayfiyatlari yo'q, ozgina jahldor holatda. Shunda menga qarab aytdilar: "Mustafo, siz menga atir yaxshisini bermabsiz" dedilar. Nimaga desam, o'shanda olganda do'konda boshqacha hid edi, keyin uyga olib borib sepgandan keyin yoki bo'lmasam birinchi sepganim boshqacha bo'lib ketdi hidi dedilar. Men sразу kulib qo'ydim. Aslida muammo atirda emas, sabab boshqa joyda. Juda ham ko'pchilik bilmaydigan bitta qiziq narsa bor. Bir xil atir ikki xil odamda ikki xil hid berishi mumkin. Va bugun men sizga nima uchun shunaqa bo'lishini sodda qilib tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, men ismim Muhammad Mustafo. O'zbekistondagi birinchi eksklyuziv parfumeriya brendi Mustafa Parfums asoschisiman. Bugun men sizlarga bitta atir nima uchun ikki kishida ikki xil taralishi haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Sizda ham bo'lganmi bir marta bo'lsa ham do'konda atir sepsiz boshqacha, uyga borsiz yana boshqacha bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun bo'ladi. Chunki ko'pchilik bunaqa paytda atirni ayblashadi. Ya'ni atir yaxshi emas ekan deb aytishadi. Lekin ko'p hollarda muammo atirda emas, sizni tana ximiyangizda. Bugun men sizga atir hidini o'zgartiradigan 5 ta asosiy sabab tushuntirib beraman. Chunki oxirida atirni qanoq qilib sinash kerakligini ham ko'rsatib beraman. Birinchisi, terining turi. Chunki har bir insonning terisi bir xil emas. Kimdadir teri yog'liroq bo'ladi, kimdadir bo'lsa quruqroq bo'ladi. Va bu atirni qanaqa ochilishiga ham juda katta ta'sir qiladi. Masalan, yog'li terida atir odatda uzoqroq turadi. Notalar sekinroq ochiladi va hidi ko'proq saqlanib qoladi. Quruq terida esa buni aksi bo'lishi mumkin. Sababi atir tezroq bug'lanadi va ba'zan odamlar atirim 2-3 soatda yuvib qolyapti deb o'ylashadi. Aslida atir yuvib qolmaydi. Teri uni ushlab tura olmaydi. Xo'p, masalan, yog'li teri. Yog'li teri mehmonni yaxshi kutib oladigan issiq xonadonga o'xshaydi. Quruq teri bo'lsa, salqinroq xonadonga o'xshaydi. Mehmon ikkala joyga ham keladi, lekin bitta joyda uzoqroq qoladi, ikkinchi joyda kamroq qoladi. Shuning uchun agar teringiz quruq bo'lsa, sizni bitta oddiy maslahat beraman, atir sepishdan oldin teringizni namlab oling. Dushdan keyin yoki bo'lmasam yengil namlovchi bunaqa suvmi nimadir sepib olish maslahat beramiz. Ba'zi holatda atirni davomiyligi, ya'ni stoykisi kuchliroq bo'lishi sezilarli darajada ortadi. Endi ikkinchi sabab haqida gaplashamiz. Bu ko'pchiligingizni hayron qoldiradi. Siz nima yeganingiz ham atirni hidiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bitta oddiy misol qilib aytib beraman. Uydagilar mana osh qilishadi masalan, to'g'rimi? Qo'shningiz ham osh qiladi. Masalliqlar deyarli bir xil, lekin ta'mi har xil. Nimaga? Chunki pishirgan odam boshqa. Atir ham xuddi shunaqa. Atir bir xil bo'lishi mumkin, lekin uni sepib yurayotgan tana har xil bo'ladi. Kechqurun juda ko'p go'shtli yoki og'ir ovqat yegan bo'lsangiz, tana harorati o'zgaradi. Bu esa atir ochilishiga ta'sir qilishi mumkin. Achchiq taomlarni yaxshi ko'rasizmi? Masalan, garimdori, achchiq, mana bu chesnokli ovqatlar bo'ladi-ku. Bunaqa paytda terlash kuchayadi va atirni tezroq uchib ketishiga, ispariniya bo'lishiga sabab bo'ladi. Agarda yengilroq ovqatlarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, aynan o'sha kunlarda ayrim atirlar yumshoq va toza ochiladi. Shuning uchun ba'zan odamlar kecha zo'r edi, bugun bo'lsa boshqacha deyshadi. Endi bu sabablarni oldin eshitmagansiz. Men sizga eksklyuziv qilib aytib beraman. Atirda stoykisi kam bo'lishi har doim ham atirda bo'lmaydi. Kerak bo'lsa yegan ovqatingizga ham bog'liq. Uchinchi sabab terini pH darajasi. Uchinchi sabab biroz ilmiyroq, lekin sodda qilib tushuntiraman. Olimlar buni pH darajasi deb atashadi. Sodda qilib aytganda, har bir insonning terisi o'ziga xos kimyoviy muhitga ega. Masalan, meni terim siznikidan farq qiladi. Sizniki esa boshqa odamnikidan farq qiladi. Bu juda ham normal holat. Shuning uchun bir xil atir menda yumshoqroq, yengilroq ochilishi mumkin, lekin sizda chuqurroq yoki bo'lmasam kuchliroq, o'tkir bo'lib ochilishi mumkin. Tasavvur qiling, bitta daraxtda 10 ta meva pishdi. Hammasi bitta daraxtniki, lekin ta'mida ozgina farq bo'lishi mumkin. Inson tanasi ham xuddi shunaqa. Mana nima uchun men har doim bitta narsani tavsiya qilaman. Atirni qog'ozda emas, terida sinab ko'rish kerak. Qog'oz sizni tana kimyoyingizni ko'rsatib bera olmaydi. Ya'ni ximiya boshqa narsa. Terida yaxshiroq bo'ladi. Teringiz bo'lsa bittada ko'rsatib bera olasiz. 4-sabab vaqt va havo. Ko'pchilik bunga umuman e'tibor bermaydi. Lekin bir xil atir ertalab boshqacha, kechqurun boshqa hid berishi mumkin. Berishi mumkin emas, aniq. Yozda boshqa, qishda bo'lsa yana butunlay boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni boshqacharoq ochiladi. Masalan, Toshkentda yoz juda ham issiq bo'ladi. Eng kamida 40 daraja issiq.
tana qiziydi, terlash ko'payadi, atirdagi notalar tezroq ochiladi va tezroq uchib ketadi. Shuning uchun ba'zi kuchli atirlar yozda odamni charchatib qo'yishi mumkin yoki bo'lmasa me'daga tegib qolishi mumkin. Qishda bo'lsa vaziyat boshqacha bo'ladi. Masalan, havo sovuq bo'ladi, teri quruqroq bo'ladi. Atir sekin ochiladi va ko'pincha holida uzoqroq saqlanadi va stoks ko'proq bo'ladi. Men buni bitta oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, tasavvur qiling, bog'da pishib turgan qovun bor. Issiq quyosh ostida uni hidi kuchliroq seziladi. Kechqurun salqin tushganda esa o'sha qovun yengilroq, muloyimroq hid beradi. Qovun o'zgarmaydi, faqat muhit o'zgaradi. Atir ham xuddi shunaqa. Shuning uchun ofisda, salqinxonada yoqqan atirni boshqa joyda, ko'chada, issiq havoda boshqacha tuyulish ehtimolligi aniq va shunaqa bo'ladi. Bu normal holat. Bu atir soxtaligi emas. Bu shunchaki boshqa sharoitda boshqacha ochilishini keltirib beradi. 5-sabab sport va ayrim dorilar. Agar siz zaldan chiqib kelib, terlab turgan holatda tanaga atir sepsangiz, natijada har doim ham siz kutgandek bo'lmaydi. Atir ter bilan aralashib ketadi. Ba'zi notalar kuchayib ketadi. Ba'zilari bo'lsa aksincha yo'qolib qoladi. Shuning uchun men har doim bitta narsaga tavsiya qilaman. Ya'ni bitta narsani tavsiya qilaman. Oldin dush, keyin atir. Toza teri ustida atir o'zini haqiqiy xarakterini ko'rsatadi. Yana bitta qiziq narsa bor. Ba'zi dorilar ham tana ximiyasiga ta'sir qiladi. Masalan, ayrim antibiotiklar yoki uzoq muddat ichiladigan dorilar. Shunaqa paytda sizni odatiy atiringiz ham boshqacharoq ochilishi yoki bo'lmasa boshqacharoq shleys berishi mumkin. Agar bir nechta haftadan bir atiringiz odatdagidan farq qilayotgan bo'lsa, ba'zi bir sabablari aynan shundan bo'ladi. Bundan xavotir olmang, bu vaqtinchalik holat. Xo'p, atirni to'g'ri sinash siri, ya'ni test qilish. Endi videoning eng muhim qismiga keldik. Atirni qanoq qilib sinash kerak. Chunki ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Birinchi qoida, atirni albatta terida sinab ko'ring. Bilakda, bo'yinda sinab ko'ring, lekin qog'ozdagi hidga qarab qaror qabul qilmang. Qog'oz sizni teringiz emas. Masalan, men doim bitta gap aytaman. Qog'ozdagi atir ovqatning rasmi. Rasmga qarab ta'min bilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa ikkinchi qoida, atirga vaqt bering. Atir birdan ochilmaydi. Atir ham choyga o'xshaydi. Ozgina dam oldirish kerak. Ko'pchilik sepadi-yu 10 soniyadan keyin hukm chiqaradi. Ya'ni bu noto'g'ri. Kamida 20-30 daqiqa kutish kerak. Birinchi daqiqada siz yuqori notalarni his qilasiz. Keyingi daqiqalarda bo'lsa yengil va tez uchadigan notalar chiqish boshlaydi. Keyin atirning yuragi ochiladi. Asl xarakteri bo'lsa biroz vaqt o'tgandan keyin bilinish boshlaydi. 3-qoida, bir vaqtning o'zida juda ham ko'p atirni hidlab tashlamang. 2 yoki 3 ta. Undan ko'p bo'lsa burun charchab qoladi. Ya'ni retseptorlar hid sezmaydi. Keyin hammasi bir xil hidda tuyulish boshlaydi va siz noto'g'ri tanlov qilish ehtimolligingiz juda ham katta. Agar sizda ham tepada aytgan holatlarim bo'layotgan bo'lsa, ya'ni do'konni hidlaganingizda boshqa sepib ketganingizdan keyin uyingizda hidi o'zgarib ketayotgan bo'lsa va atir yaxshi emas ekan degan qarorga kelayotgan bo'lsangiz, demak siz ham adashayotgan bo'lasiz. Va bunaqa sabablardan 5 tasini sanab o'tdim. Atirni qanoq qilib sinab olish haqida ham o'zim tavsiyalarim berdim. Agar bularga amal qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan endi bu safar adashmasdan o'zingizga mos keladigan va yoqadigan parfyumni tanlab olasiz. Atir haqida bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni, ya'ni kontentlarni kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, bizga hoziroq obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Like'lar bo'lsa esingizdan chiqmasin.